Marhamat, sudlanuvchi Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'li. Sud sizga himoya uchun so'z beradi. Himoya so'zingiz. Rais etuvchi, hurmatli ommaviy axborot. Alimbayevlar oilasini aldamagan. Mana aldov yo'li bilan mana ishonchiga kirib deb ayblov xulosasida yozishibdi. Men ularni doveriyasiga kirmagan bo'lsam, ularni tanimagan bo'lsam, ularni hayotda ko'rmagan bo'lsam, mani himoya nutqim shundan iboratki, hammaga shu ayrim 100 qo'yganimmi? Ayrim pul berganimmi? Notariusga ularni o'zim taklif qilmagan bo'lsam, notariusni bo'g'magan bo'lsam, uy bermanga deb, qo'lni qo'y deb, mana birinchi pokazaniyalarni mana eski delasidan o'qib ko'rganlar. Mana savol berib yotibdi. Rismatov Shahzodga aytgan bo'yicha rasmiylashtirib bergan vaqtimizda uning sherigi bo'lmagan deb. Men qanaqa qilib sherik bo'laman pul berib? Rismatov Shahzod Sanjar Karimov o'zi meni oldimda olib kelib tadbirkorlik uchun u odam shu mablag'ni berib turganligini aytgan edi. Birinchi ko'rsatmasida barcha hammani oilaviy pokazaniyasi shundan iboratki, Rismatov Shahzod bizni oldimizga kelgan, pul so'rab, haqiqiy bor narsani aytgan holda nimadan iborat? Buni kuyov ushlab qolmoqchi bo'lganmi? Kuyov ketayotdi, aytayotdiki, "Meni qarzim bor ekan, to'y qila olmayman. To'yga qilishga imkoniyatim yo'q, qarzdorlarim to'y qilishga qo'ymayapti." degan holatda nima qilib yordam qilsak bo'ladi to'yga baribir ushlab qolish uchun desa, u aytganki, "Uylarni sotinglar, men pulim biznesga pulimni aylantiray" degan. Bular rozi bo'lyapti-ku. Mayli bitta odam Alimbeyevani javobiga aytadigan, eshitadigan bo'lsak, men oldi sotdi notarius ko'rmaganman, eshitmaganman, yozuvni ko'rmaganman, notarius menga o'qib bermagan deydi. Kechirasiz, hurmatli rais etuvchi. Qaysi respublikada shu notarius bor ekanki, oldi sotdi shartnomasini o'qib bermaydi axir. Oddiy mashina sotayotgan bo'lganimizda ham oldi sotdi sotuvchi, sotib oluvchi deb axir o'qib beradi-ku. Rais etuvchi, o'zingiz amin bo'ldingiz, hamma bilib turibdi men bu yerda pul berganimni. Men tasavvur qilmas edim rais etuvchi pul berib odam qamalishini-da. Men toshtirmada o'tiraman, ular aytadiki, "Eski mancha, eski muncha" deydi. Men aytamanki, "Men pul berib qamalib qoldim" deyman. Rostdan men pul bilan notariusga bordim, ushatdim qo'liga. Ular aytdiki, "Pulni mana odamga berib olasan, sanab oladi" dedi. U odam kim? Degana uchinchi shaxs odam emas axir. U odam bir qadam oilaga bir qadam yetmasdan oila a'zosi axir. Uni o'zi agar biznesi, ishi o'xshamasa, menda aybmi? Ikkita mashina tashab ketdi, mana ikkita mashina tashab ketdi. Endi Rahmatullayevning gapiga aytadigan bo'lsak, birinchi kun 700 ming dollar qanaqadir bir xattadan paydo bo'lib ketyapti. U fantaziyalarga bu ayolni chekkasi qirrasi ham yo'q ekan. Mana o'tgan sud aytayaptiki, ikkita mashinamni sotib olib deyapti. Mana yuzlashtiruvlar o'zlari bilan bo'lgan. Abdusamad bilan menga tegishli bo'lgan BMW ismli avtomobilni mana Sanjar Karimovdan olib ketdim. Rismatov qazi bo'lgan, Rismatov oxirigacha to'lovni yopmaganligi sabab. BMW bu mashina menga tegishli bo'lmasa, menga tegishli bo'lmasa, aytayaptiki, "Ber mashinamni, bo'lmasa ugonga beraman" dedi. "Kalitimni ber" dedi. Nimalarni yechib oldi? O'tiring siz. Kalitimni ber deyapti. Men nimasini yechib olaman? So'rayapti, "Balonni nimadir deysiz" dema, balonni o'ldirib qo'ygan hamma rais etuvchi. Ikkinchi o'ziga tegishli bo'lgan mashinani o'ziga bermoqchiman. Tilxat bilan tashab ketgan. Tilxatni ham ko'rdingiz o'zingiz rais etuvchi. Kelib aytayapti, "Aka, bu mashinani men sotib olganman" deb rais etuvchi menga oldi sotdi shartnomani ko'rsatib taqdim qilgandan keyin men berib olganim xatomi? Rais etuvchi, chunki u mashina menga tegishli emas. Qonun doirasida unga tegishli insonga mashinani
qaytarib berdim. Aytdimki, iltimos, har ikkalovidan yozib beringlar, menga olib ketganinglarni va davolar yo'qligi haqida. Mashinaga davolari bor ekan. Nimaga mana yuzlashtiruvdi mana? Nari smartfon onalar ko'rsatmayapti. Mana yuzlashtiruv hamma bilan bo'lgan ekan. Kimdir programma qanaqadir ismlarni gapiradi. Mana hammasi bilan bo'lgan sinchiklab qo'ygandan aytuvchi, hammasi bilan yuzlashtiruv bor ekan. Hammasi qarzni tasdiqlab beryapti. Mana aybim bu yerda nima uy sotib olganimmi? Rais etuvchi pul berganimmi? Pulimni rasmiy ham bor. Mana boryapti aytaman. Menga ularning uyi ham kerak bo'lmagan rais etuvchi. Men chiqqanda aytdimki, pulimni beringlar. Uy yo'q ketinglar. Men pular mana bir ommaviy axborot odamlar ishoninglar. Men ular oilaga hech nima va'da bermaganman. Meni va'dam bitta bo'lgan rais etuvchi. Birinchi uyingga klient o'zing. Birinchi o'zingga sotaman. Endi hozir nima bo'ldi? Ular rasmat yo'qolib ketdi. Ikkita mashina yo'q. Bu yerdan qani o'g'ling deb bu yerdan so'rayapman. Razgovorni ham bu Alimbayev, Rahmatullayeva ham juda o'ta endi so'z boyligim yetmaydiki tasavvur qilib aytib berishga. Kes beryapti-da, u aytayaptiki, uyimni sotib uzaman deyapti. Razgovorda ham, mana stenogrammada ham rais etuvchi. O'sha yerda gap bor. Ta'minotlar sizga aytmadimi degan joydan boshlanadi rais etuvchi. Ta'minotlar sizga aytmadimi debdi. O'sha yerda aytayaptiki, sen noyabrgacha kut, men uyimni sotib, pulini beraman deyapti. Bular bilyaptiki, Rismatovdan pul chiqmasligini, Rismatov qamalib ketishini, endi pul kimda bor? Menda bor. Pokazaniyalarni ham chiroyli advokatlar o'rgatgan holda o'zgartirib oldi. Va mana bu narsaga yopib qo'yishdi. Mana mazkur sudda yaxshiyamki bir videosi ham bor ekan rais etuvchi. Videosi bor ekanki, mana Xoliq Nazarova ishtirokida Alimbayev beryapti, javob beryapti, aytyapti. Men ishonuvdim kuyovimga. U menga aytdi $700 ming pul kelishini. Xo'p, savol rais etuvchi, men Alimbayevlar oilasiga nimadir va'da berdimmi? Men keldim, pulimni almashtirdim. Vaholanki, bular kuyovni ushlab qolmoqchi edi, qochib ketmasligi uchun, to'y qilish uchun kuyovga pul kerak edi. Menga uy kerak edi. Hamma maqsadga erishdi. Bular kuyov ushlab qoldi, kuyov pul bilan qoldi, men uy bilan qoldim. Endi hozirgi mana holat oxirida menda hozir pul ham yo'q, uy ham yo'q. Nomimda nimadir xatarli uy ham turibdi, uy ham yo'q. Bu apris qochoq kuyov. Bu apris. Bu oilani qaqshatdi. Bu oila ko'chada qolmasligi uchun men bularga birinchi taklif bergandimki, kelinglar ko'chada qolmanglar. Kvartira bering. Ular yo'q deyishdi. Oxiri mana yana bir bor sizga ta'kidlab o'tmoqchiman. O'tgan sudda Muhammad Amin akaning gapi bo'ldi. Men 65 yoshga kirdim. Hozir 65 yoshga kirdim. Bunaqa uyga yana topishga ahvolim, sog'lig'im, sharoitim yetarmikin degandan keyin rais etuvchi tintuv sanksiyalarni mana ko'rdingiz, mana nomimda bir nechta uylar borligini. Men maqtamayman, faqat to'g'ri tushuning. Men aytdimki, otam o'tib qoldi. 40 kuni. Shu insonni otamdek ko'rdim deb beraman deb. Men prokuroriyam oldiga borganman. Muhammad Amin aka, мы с вами по-мужски поговорим. Men aytdimki, ayollar siz o'zimiz erkakcha gaplashdik. Muhammad Amin aka aytdiki, o'g'lim, men ishonuvdim shu bolaga. Qo'li ko'ksida, mana gapigacha aytdim. Qo'li ko'ksida Bevelida yuribdi. Kuyov qilaman deganda o'zidan kuyovsiz aqadi. Men aytdimki, Muhammad Amin aka, menga bitta narsa ayting dedim. Men shu xatoga men to'lashga tayyorman, men to'layapman. Bering hujjatingizni desam, aytdilarki, Sanjar international muzkoy pasport dedilar. Uylarda bir piyola choy ichganman men. Uylarda men erkakcha gaplashganman. Shu gapimda men turaman deb oxirigacha turdim men. Men bu bolani kolonkada ishlatib bo'lsa ham 100 ming so'm pulini ham bo'lsa olishgan. Men 100 ming, menga u pul, men u puldan o'sha voz kechdim. Rais etuvchi, u pul kerak, u yo'q o'sha. Olib bo'lmaydi u pul.
Lekin o'shda u g'isht toshiydimi, nima qilsa ham pul qanday mehnat bilan topilishini bilsin. Aytuvchi, men bugungi kungacha o'zim mashq holatga, mashq sostoyaniga faqat mehnat va mashaqqat bilan kelganman. Men 13 yoshligimdan biznesga kirishdan boshlaganman. Shaharda hamma meni biroz bilishni boshlagan. Men faqat harakatim bilan pul topganman. Mehnatim orqasida. Riskovat qilib yuk olib kelardim. Internetdagi mana ommaviy axborot ko'radigan hayotim boshqa. Men vatanimga sadoqat bilan rivojlanishiga hissa qo'shaman. Shu narsani hammaning oldida aytib o'taman. O'zbekistonda mana qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun eng yuqori sifatdagi oliy darajadagi mahsulot olib kelaman. Nano udobreniylar olib kelaman. Gulkaram bo'ladimi, karom bo'ladimi? Imino sorti bo'yicha Rossiya, Polsha, Belorussiya zakaz beradi. Butun O'zbekistondagi katta chorvadorlarga hosil pishguncha siylisga mahsulot beraman, udavreniya beraman. Solyarka olib kelib, solyarka bilan neft bilan shug'ullanaman. Aytuvchi, ertangi tarvuz pishish uchun Qashqadaryoda dugara tagida ertangi tarvuz, ertangi qovun oliy sifat navlarini olib keltiraman. Bu yerda o'zimning seleksionni stansiyam bor. O'zim bu narsani roliga berishdan oldin ispitaniya qilaman.